Alisher Azizxo'jayev 90-yillarda O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin Islom Karimovga yaqinlashgan juda kam sonli mulozimlardan biri edi. U kishi bilasiz 90-yillarda dastlab O'zbekiston prezidentini davlat maslahatchisi bo'lib faoliyat yuritgan Mavlono Umurzoqov, Timur Alimov, bu kishi va Baxtiyor G'ulomovlar to'rtovi prezidentga juda yaqin edi. Bularning orasidan Alisher Azizxo'jayev juda ham yaqinroq edi. Sababi uni xarakteri bir qandaydir Islom akani xarakteriga o'xshab ketadigan xarakteri bor edi. Shuning uchun Islom aka uni o'ziga juda yaqin olardi. Sababi bu gapimni isbot sifatida shuni aytishim kerakki, davlat maslahatchisi lavozimidan olinganidan keyin agar esingizda bo'lsa, bu kishi bosh vazirning o'rinbosari, ijtimoiy sohalar bo'yicha O'zbekiston vazirliklarini nazorat qiladigan bosh vazir o'rinbosari lavozimida ishladi. Bu juda katta lavozim edi. O'zbekistonning butun oliy o'quv yurtlari, meditsina, sotsial ta'minotidagi barcha vazirliklar bu kishiga qarardi. Bu kishi shu hattoki bir yig'ilishda odamlar aytishadi, men o'zim ham eshitganman, o'zini juda erkin tutardi. Masalan, "Mayi rektora" derdi. "Hech qaysing tegina olmaysan. Meni rektorlarim mana unaqa, bunaqa" derdi. Juda o'zini erkin qo'yardi. Hattoki rektorlarni urardi va so'kardi, juda qattiq haqorat qilardi. Lekin shu bilan birga prezident buni oldiga nima vazifa qo'ysa, hech qachon bu bajarilmay qolmasdi. Albatta bajarardi. Shu uchun bu bosh vazirlikdan olingandan keyin bir muddat ishsiz qoldi. Men ana shu ishsiz qolgan paytda o'zim ham ishsiz yurgan edim. Bir u kishini oldiga borib bir gaplashmoqchi bo'lib, maslahat olmoqchi bo'ldim. Unda u kishi mana bu akademiyani rektori edi. Mana bu hozir akademiya bor, mulozimlar tayyorlaydi. Uni otini nima deydi hozir bilmayman, shu qurilish akademiyasi. Ha, ana shu qurilish akademiyasida O'zbekiston davlat qurilish akademiyasida rektor edi. Men bir kun u kishini oldiga bordim. Endi bu kishi haqida juda ko'p gaplar yuradi, bilasiz. Men bordim, bir maslahat so'raychi, bu hayotim nima bo'ladi? Bu kishi biladi, prezidentga yaqin bo'lgan menga o'xshab. Shunaqa davom etarmikin, bir umid bormikin deb oldiga bordim. Odamlar aytishdi menga, sizni u qabul qilmaydi, ovora bo'lmang deyishdi. Men bordim, qabulxonasida bir go'zal kotiba o'tirgan ekan. Men aytdim, shunaqa desam, u kullida bekor ovora bo'libsiz. U kishini umuman vaqti yo'q, hatto bu nimalarni qabul qilmaydi u kishi studentlar. Men aytdim, siz bir kirib ayting, Ismat Xushu degan yigitman dedim. Kotiba bir hurmat qilmay, qandaydir bir juda mana bir mensimay qoshlarini chimirib kirib ketuvdi. Ichkaridan juda bir go'zal bir odob bilan qaytib chiqib, "Meni kechirasiz, sizni kutyaptilar" dedi. Men kirdim. Alisher Azizxo'jayev xuddi davlat maslahatchisi bo'lganda ham oldiga ko'p kirardim. Xuddi shunaqa kabinetini qilib olgan, dahshat ekan kabinet. Keyin kirib borgandan keyin sal ertalab edi, 11-12 edi, lekin sal kayfi bor edi. "Ismat Xushev sizmisiz?" dedim. Aytdim, "Alisher aka, bir ikki marta ko'rishgan edik, esingizda bo'lsa, Mavlon aka bilan kiruvdim oldingizga. Keyin siz u kishini oldiga bir kirganingizda, men endi u paytlar sizni eslayman, lekin u payt e'tibor qilmagan ekanman. Keyin men e'tibor qildim. Siz o'zi aqlli yigit ekansiz, lekin juda ko'p ishlarni noto'g'ri qilgansiz" deb birdan shu Mavlon aka bilan yaqinligimni tanqid qila boshladi. Keyin ancha har xil gaplar bo'la boshladi. Men aytdim, "Alisher aka, men shunaqa maslahat so'rab keldim-sam, Ismatjon, bu siyosat bu. Siz endi chetga chiqib turing. Juda katta o'zgarishlar bo'ladi va juda ko'p odamlar yo'qib ketadi. Siz shukr qiling, yaxshi qutulib qoldingiz. Lekin sizning eng katta xatoyingiz mana shu Mavlon Umurzoqovlarga yaqin bo'lganingiz" dedi. Shunda men jahlim chiqib, kimlardir odamlar sizga yaqin bo'lganlardi, mana shunaqa deydi. Timur Alimovga yaqin bo'lganlar shunaqa deydi. Endi bu noto'g'ri bu. Lekin men sizni bunaqa kayfiyatingiz yaxshiligini bilmovdim desam, "Bu yoqqa keling" dedi-da, meni o'rnidan turib seyfni ochdi. Meni hamma ishdan urildi deydi. Lekin Islom Karimov meni hech qachon ishdan olib tashlamagan deb menga Islom Karimovning farmonini ko'rsatdi. Bu sekretniy haligi shaxsiy haligi umuman haligi yashirincha bir shunaqa hujjatlar bo'ladi. Umuman prezident davlat maslahatchilarining hammasini oshkor qilmaydi. Uni faqat maxsus bo'limlar biladi. Men shu farmonni Islom akaning podpisini bilaman, ko'rdim va hayron qoldim. O'shanda yozilgan ediki, Alisher Azizxo'jayev mana shu siz boya menga nomini aytgan akademiyaga rektor qilib o'tkazilsin va shu bilan birga prezidentni davlat maslahatchisi etib qolsin degan bir farmonni o'qib men hayratga tushganman. U kishi mana shunaqa prezidentga juda yaqin bo'lgan odam edi va o'shanda ham ruhi tetik edi. Gaplar yuradi. Mana Alisher Azizxo'jayevni demak O'zbekistondagi ba'zi bir klanlarning rahnamosi sifatida ham ko'riladi. Buni qanaqa nima deb izohlaysiz?
Albatta, Alisher Azxo'jayev toshkentliklarning orasida o'ziga juda katta ishongan bir avlodning vakili. Ularning juda ko'pchiligi obro'li odamlar. Bu kishi yuridik fanlar doktori, professor, gapga chechan, o'ziga yarasha bilimga ega bo'lgan, vaqtda doktorlik qilgan odam. Bu kishining avlodi hozir ham Toshkentda juda katta nufuzga ega. Do'stim, agar o'sha e'tibor qilgan bo'lsangiz, o'sha men sizga hikoya qilgan voqeadan keyin, men o'sha farmonni o'qigandan keyin ko'p o'tmay Alisher Azxo'jayev o'zi bosh vazirlikdan urilib ketdi. 1,5 yil o'tmay yana bosh vazir qilib tayinlandi, bosh vazir o'rinbosari qilib. Bu O'zbekiston siyosatida hali bo'lmagan va hali hech kimni Islom Karimov bosh vazirning o'rinbosarligidan olib, yana 1,5 yildan keyin aynan o'sha sohaga, aynan o'sha o'ringa tayinlanmagan edi. Alisher Azxo'jayev tayinlandi. Agar esingizda bo'lsa, Ismoil Jo'rabekovni ham birinchi ma'murlikdan olgandan keyin yana tayinlash majbur bo'lib qolganda ham prezident u ishga qaytib qo'ya olmagan. O'ziga davlat maslahatchisi qila olgan edi. Mana shu ma'noda Alisher Azxo'jayevni qandaydir klanlarga rahnamo ekanligi haqida gapingizda jon bor. Islom Karimov o'zini yoniga mana shunaqa odamlarni yaqinlashtiradi. Hech kimi yo'q, klanlarga aloqasi yo'q, hech kimga gapi o'tmaydigan odam hech qachon Islom Karimov yonida mulozim bo'lib yura olmaydi. Shu ma'noda Alisher Azxo'jayevni toshkentliklar orasida, Toshkent orasida, umuman O'zbekistondagi Islom Karimovga yaqin bo'lgan mulozimlar orasida o'zini o'rni bor edi. Yana bir gap aytay sizga, bu kishi juda erkin harakatlar qilardi, lekin eng muhimi Islom Karimovning birorta topshirig'i bajarilmay qolmasdi. Shu uchun Islom aka buni yaxshi ko'rardi. Men aniq bilamanki, agar bu odam kutilmaganda vafot etibdi, men fursatdan foydalanib bu kishining qarindosh urug'lariga ta'ziyamni bildiraman. Lekin agar bu kishi hali yosh edi do'stim, agar bu kishi vafot etmaganda, bu hozir yuridik institutda kafedra mudiri edi. Bilasiz, mana bu prezidentni matbuot kotibligidan olinib bu kishi bu ishga qo'yilgan edi, lekin bu bunda uzoq ishlamasdi. Men aniq bilaman, bu kishi yana bir joyga ko'tarilib ketardi. Lekin afsuski, o'lim bu kishini oramizdan olib ketibdi. Alisher Azxo'jayev O'zbekiston siyosatida o'ziga munosib o'ringa ega odam. Birov uni yomon deydi, birov mushtumzir deydi, birov qo'pol deydi, lekin nima bo'lgan taqdirda ham hali bir kun O'zbekistonning 90-yillardagi tarixi yozilganda, o'sha O'zbekiston davlatchiligi shakllanayotgan paytdagi siyosiy voqealarga baho berilganda, Alisher Azxo'jayevda albatta munosib o'rni borligini, uni qilgan ishlarini tarixchilar, jurnalistlar hali o'qib o'rganishlari kerak bo'ladi. Bu odam bir xil fikrga ega, bir xil munosabat bildira olmaymiz Alisher Azxo'jayev haqida. Bu kishi haqida ham ijobiy, ham salbiy fikrlar borki, bu O'zbekiston siyosatida bunday odamlarning o'rni unutilmas bo'ladi. Lekin O'zbekiston siyosatida, O'zbekiston prezidenti atrofida turli xil fikrlarga ega bo'lmagan odamni saqlanib qolish qiyin. Demoqchimanki, odamlarning qalbida faqat ijobiy fikrga ega bo'lgan odamlarning hech biri uzoq ishlab qola olmagan Islom Karimov yonida. Bu mana shunaqangi g'ayritabiiy, ajoyib bir g'aroyib siyosat olib borildi bizning mamlakatimizda va Alisher Azxo'jayevlarni haqida hali ko'p narsalar yoziladi, ham yaxshi, ham yomon narsalar yoziladi. Lekin men o'zimni bir odam sifatida, jurnalist sifatidagi mulohazalarimni aytsam, albatta vafot etgan odam haqida biz yomon gap aytmasligimiz kerak, lekin meni qalbimda u kishiga nisbatan yomon gapdan ko'ra, yomon fikrdan ko'ra ijobiy fikr ko'p edi. Men o'zimni yozayotgan xotiralarimda ham Alisher Azxo'jayevga juda katta boblar bag'ishlaganman. Men 2-3 kundan keyin u kishini prezidenti matbuot kotibi bo'lganligi haqidagi bobimni e'lon qilmoqchi edim, lekin afsuski bugun sizning xabaringiz men roldaman, hozir men Amerikaga ketyapman. 140 kilometr tezlik bilan, lekin xayolim joyida emas. Men juda sizning xabaringizdan men kutilmagan xabar bo'ldi bu. Har qalay Alisher Azxo'jayevga o'xshagan odamlarning vafot etishi kutilmaganda bu yaxshi emas bu. Bular ehtimol amaldan olinmaganda o'lmasdi. Alisher Azxo'jayevlar bu kishi prezidenti matbuot kotibi bo'lganda bir xodimini urib, u xodimi keyin o'sha qon ko'kargan holatda prezidenti davlat maslahatchisi qabuliga kirgan. U maslahatchi birdaniga bu kishini yoqtirmagan ekan. Shu momentda o'zida o'zini odamlarga aytib, skoriy pomosh chaqirib bu kishini xatlashtirgan, haligi rasmiylashtirgan va birdan prezidentga xabar qilingan. Prezident hozircha tinchib tursin deb ikkovini ham ishdan bo'shatinglar degan. Lekin men aniq bilardim, Islom aka Alisher Azxo'jayevni yo kamida yuridik institut rektori qilib qo'yardi, yo bo'lmasa yana bir katta lavozimga olardi. Lekin afsuski,
endi bu narsalar amalga oshmaydi. Mayli, endi hayot bu, u ham lekin bearmon yashadi nimajon. Uni ham aytishim kerak edi. Bearmon yashadi. Islom Karimovning ishonchidan bearmon foydalandi. Hech qachon haligi pastga tushmadi, oti usta bo'ldi, puli ko'p edi. Davralarda qadamidan o't chaqnab yurardi. Ishdan olinganda ham hamisha shu so'kinib gapirardi va shu bilan odamlarni o'ziga yaqin olardi. Haqiqatan bu o'g'il bolachiligi ham bor edi, ulfatchiligi ham balkim bordir. Biz u kishi bilan ulfat bo'lmaganmiz, lekin o'g'il bola xarakteri bor edi. Birovni yuziga yoqtirmasa yoqtirmasligini aytardi, yoqtirsa yoqtirishini aytardi. Juda dadil odam edi. Umuman 20 yil bu odam hech qachon pastga tushmadi. Urilib chiqqan bo'lsa ham lekin pulsiz qolmadi. Bu odam hamisha davralarda to'rida bo'ldi va hech qachon xizmat mashinasiz qolmadi. Hamisha 22 yil qaysi lavozimda ishlashdan qat'iy nazar buni ikkitadan shofyori bo'lgan, juda dahshatli hovllari, uylari bor, hukumatning dachalarida yashagan. Bu odam bearmon yashab o'tdi dunyodan. Albatta uni ham o'ziga xos haliklari bordir, armonlari, lekin har qalay bir odam yashaydigan umrida bu odam 4-5 kishining umrini ko'rganday bo'ldi o'sha lavozimlik masalasida. Juda katta imkoniyatlarga ega edi. Bir og'iz gap bilan 50 talab, 100 talab odamlarni olib o'rtaga kiritishi, bir og'iz birovning iltimosi bilan istagan pulini topib berishi va boshqa hamma muammolarni xuddi bir oligarxlarday, millionerlarday hal qilish mumkin edi. Albatta akalari haqida, u kishini qarindoshlari haqida va ularda hammasi ham puldor odamlar bo'lgani haqida va shu bilan birga puldorlik bo'lish mumkin, lekin obro'yi bo'lmasligi mumkin. Lekin bularning sulolasida hammasi juda obro'li, o'zini millatiga, o'zini o'sha davradoshlariga, o'zini qarindoshlariga gapib o'tadigan obro'li bir oila bo'lgan bular Toshkent shahrida. Bular haqida hali eshitib o'rarsiz endi ehtimol.